Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli vatandoshlar. Sizlar bilan har doimgidek Jamiki O'z kanali va sizlar bilan men Jamshid Uzoqov. Hurmatli do'stlar, hurmatli vatandoshlar, Jamiki O'z kanali nashadiy muxlislari va obunachilari. Bugun men Qashqadaryo viloyati Nishon tumani Talimarjon shahridan video qilib turibman. Bu video qilishimdan sabab Qashqadaryo viloyat hokimi Murodjon Azimov hamda Nishon tumani hokimligiga murojaatim bo'ladi. Murojaat qilishimdan maqsad mana hozirda ko'rib turgan joylaringiz, mana domni yoni. Mana bu domlar, mana ko'rib turgan domlar hozir mana buni o'sha vaqtlarda prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tashabbuslari bilan obod markazi dasturga kiritilgan holatlar edi. Mana shu holatlar, mana shunday holatlarga tushib qolgan. Mana shunday shkatorkalar qilaman deb shunday holatga tushib qolgan. Xullas, hozirda mana daraxtlarning tagi biron marta ham suv ichmagan, lekin shu issiqda bo'lsa ham mana ko'ryapsizlar. Mana shunday holatda ko'karib turibdi, lekin ko'p daraxtlar qurib bitta bo'lgan mana. Bu daraxt qurib bitta bo'lgan. Buni tagiga umuman suv qo'yilmagan. Biz bir necha marotaba Talimarjon shahar hokimligiga murojaat bilan chiqdik, lekin bizning murojaatimiz biron marta o'rganilmadi. O'rganildi, lekin bizga ijobiy hal bo'lmadi. O'rganildi dedi, suvlar ochildi, hech qanaqa suvlar kelmadi. Daraxtlar qurib boryapti. Mana bitta daraxt qurib yotibdi. Mana bitta daraxt qurib yotibdi. Mana ikkita daraxt qurib yotibdi. Archalar o'zi qurishga tushgan. Mana bu nimalar umuman suv ichmagan. Mana bitta daraxt ekilgan. Bu daraxt ham niyatlar bilan ekilgan, bu daraxt ham qurib qolgan. Undan tashqari mana ko'rib tursizlar. Mana bu daraxtlar ham ekilgan, mana bu daraxtlar ham qurib qolgan. O'zlaringiz ko'ryapsizlar. Bu daraxt ham qurib boryapti mana. Daraxtlar qurib, archalar qurib boryapti. Bu daraxtni uvoli urib ketadi bir kun. Mana bu daraxt mana archa ham o'zi qurib bitta bo'lyapti. Mana yonidagi daraxtlar ham o'zi qurib bitib, barglari tushib, o'zi shu holatga kelib bo'lgan. Manaki bu daraxt ham mana shu holat, mana daraxtlar umuman ichmagan. Mana bu yoqdan oldin mana bu suvni joyi bo'lgan, mana shu suvni joyi bo'lgan, lekin hech qanaqa suv yo'q. Endi bilmadim bu narsani kimga nima qilamiz? Faqatgina biz viloyat rahbarlariga, tuman rahbarlaridan iltimos so'rab qolamiz. Iloji boricha mana shu masala bo'yicha bizga bir amaliy yordam berishlarini. Biz shahar hokimligidan biron marta ham yordam olmadik. Qisqasi biz bir necha marotabalab aynan shaxsan men o'zim murojaat qilganman, lekin umuman men murojaatim o'rganilmadi. Murojaat o'rganilmasdan faqatgina shu vaqtda shu holatda qoldirib ketildi. Mana shu yerda suvni joyi bo'lgan, mana ariq kovlab kelganman-da, shu joyga o'rnatganman. Mana shu joydan shlankalar uzilib tashlangan. Mahalla raislari ishlamaganligi sababli, shu holatlarga tushyapti. Mana daraxtlar o'zi qurib bo'lyapti. Lekin bularni uvoli tutib ketadi bir kun. Men necha marotaba murojaat qildim, murojaatim biron marta o'rganilmadi. Mana hozir men sizlarga bitta joyni ko'rsataman. Suvni keladigan joyi, suv berganda mana shu joylarga suv keladi. Mana hozir ko'ryapsizlar, men sizlarga hozir suvni o'rnini ko'rsataman. Suvlar qay darajada kelib, qay darajada zaklab yotibdi, lekin ana shu joydan narigi joylarga, bizning joylargacha o'tmayapti. Avvallari suvlar kelgan, biz hokimlikka murojaat qilganmiz. Talimarjon shahar hokimligiga murojaat qilganmiz. Bizning murojaatimiz hech qanaqa o'rganilmadi. Faqatgina og'izdagi tillarda qolib ketyapti, o'rganilyapti. Mana ko'ryapsizlar, suvlar zaklab yotibdi. Mana suv shadan chiqadi, suv zaklab daraxt tagini mana ariqlarni ko'rsanglar, o'zlaringiz ko'ryapsizlar, guvoh bo'lyapsizlar. Suvlar yaxshi keladi, lekin bilmadim biz tarafga o'tmaydi. Bilmadim nima sababdan bunaqa bo'ladi. Men bu masalada shahar hokimligiga juda ko'p marotaba murojaat qilganman. Mana shu masalani o'rganishlik haqida shahar hokimligi bo'ldi, biz yechamiz deydi, lekin umuman bu murojaat yechilmadi va e'tiborga ham, inobatga ham olinmay shu darajada ketyapti.
Man tuman hokimligi, viloyat hokimligidan iltimos so'rab qo'ygan bo'lardim. Bu masala bo'yicha mana ko'ryapsizlar, mana chap tarafda ko'rayotgan mana shu agorod uylaringiz, mana shu xonadonga ham suv keladi. Ikkinchi o'rinda shu xonadonga suv keladi va xonadonga suv kelganligi uchun hamma joylar yam-yashil bo'lib yashnab yayrayapti. Lekin ayni damda men ko'rsatgan joylarim umuman suv kelmasdan daraxtlar qurish holatiga tushib boryapti. Mana kiran ham qo'shlar teshib olingan. Shu joylargacha suv kelmayapti. Mana ko'ryapsizlar, mana ariqni ko'rsatdim, boya ham ko'rsatib o'tdim. Mana shu joylardan suv kelmayapti. Bu narsani kim inobatga oladi? Bu murojaatni kim ko'rib chiqadi? Biz mutasaddi tashkilotlardan, tuman hokimligi, viloyat hokimligi, suv xo'jaligi rahbarlaridan biz iltimos so'rab qolgan bo'lardik. Bizning murojaatimiz yuzasidan bizning murojaatlarimiz o'rganib chiqilishini sizdan iltimos so'rab qolgan bo'lardik. Undan tashqari, mahalla raisi ishlamaganligi sababli turbalar ham kesib ketilgan. Agar mahalla raislari ishlab turib, shu turbalarga vaqtliroq qarab turganda edi, odamlar mana shu turbani kesib ketmagan bo'lar edi. Xullas, aka-ukalar, opa-singillar, videoni keyinroq qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman.